Staten Islandda 10309 zip kodda alohida uylar bor ekan. Imam driveway ham bor, drivewayga ham qo'yasiz, i plus garaj ham bor. To'rtta katta xonasi bor. Toza, svetli uyda. Hozir ko'rasizlar shuni. Garaj nima qilingan? Devorlari hammasi mana shu yerga qilingan, tayyor tomonigacha. Kabinetlar yangi, tosh yaxshi qo'yilgan. Bu yoq tomonlarda o'sha zaborlar bor. Mana. Ko'ryapsizlar? Bu yerda общий vannamiz полный remontdan chiqqan, ko'rinib turibdi. Mana yaxshi mahalla, maktab reytinglari ham zo'r. Parkinville katta, ochiq tush. Bu alohida uyligi ham zo'r. Qaraysiz, narxiga yaxshi. 1 milliondan arzon uy. Yana zo'r tomoni, basementda o'tirganda ham bu uyni narxini tushirib olish kerak deb o'ylayman. Mortgage ham qilaylik, shu uylarni olib beradigan sizga. Staten Islandda 10309 zip kodda mana bular qator uylar ekan. Lekin bu tomoniga e'tibor beringlar, mana bunaqa alohida uylar bor ekan. Bu uyimiz 84-yilda uyi. Menda street parking unaqa muammo emas, chunki bu tomondagi uylar rasmiyati birdan yaxshi. Imam driveway ham bor, drivewayga ham qo'yasiz, i plus garaj ham bor. Yonlari steyajga qilingan. To'rtta katta xonasi bor, 3 ta dushi bor, basementi bor. Fasadlari akkuratniy, mana toshli ekan. U ham zo'r. Qayerda yaxshi narsani yaxshi deydi-da, aka. Menga nimasi yoqdi buni? Toza, svetli uyda. Hozir ko'rasizlar shuni ham. Buni yonlariga e'tibor beringlar, yopilgan, va tepalari ham yopilgan. Bu yoq mana akkuratniy yoniga ham g'ishlab qo'ygan. Hozir sement paslar, sidinglarining ham holati yaxshi. Bismillah deb hozir kiramiz, obzorni boshlaveramiz. Kirishimiz bilan tepada yuqori qavatlarga chiqib ketadi. Xonalarning razmerlarini o'zlaringiz ko'rasizlar. Bu yer garaj. Garaj nima qilingan? Devorlari hammasi mana shu yerga qilingan, tayyor bu tomonigacha. Faqat bitta pol qo'yilsa, bolalar o'ynaydigan playground qilish ham mumkin. To'g'ri ketadigan bo'lsak, chap tomonda tualet. Ko'pchilik o'ylaydi bu faqat tualet deb, lekin oynalari ham yaxshi. Tualet emas, bu yoqda mana bunaqa dush ham qilib qo'ygan kerak bo'lsa, bu yerdan dushdan foydalanib bo'ladi. Polni yaxshi qo'yishibdi. Bu mana oshxona. Oshxona yomon emas. Kabinetlar yangi, tosh yaxshi qo'yilgan. Bunaqasini hech joyda ko'rmaganman. Bu oshxona orqasi, mana bu dining bo'lyapti. Buni ham razmeri yoqdi menga, katta. Mana bu bitta stepdan tushsak, mana bu zal bo'lyapti. Uyimizda zal. Bu yerda men kirib keldim. Xo'sh, endi tashqariga chiqamiz. Bu yerda mana bunaqa taxtadan qilingan ekan, lekin tepalari yopilganligi zo'r. Agar yaxshiroq ukrepleniya berilib, mana bunaqa akfa oynalar qo'yilsa, bemalol terraskacha ham qilish mumkin. Kompressorning holati yaxshi ko'rinib turibdi. Bu tomondan zabor qo'yish kerak, lekin bu yoq tomonlardan o'sha zaborlar bor. Mana. Ko'ryapsizlar? Zo'r. Imon tepasi yopilgan, akkuratniy. Endi bu zaldan hozir tepani ko'rsataman, keyin basementdan xudo xolisa tugatamiz. Bismillah. Bu yer dining bo'ldi. Bu yer oshxona bo'ldi. Xohlasangiz garajda ham bitta zal qilishingiz mumkin ichkaridan. Buni qilish oynasi ham bor, ko'ryapsizlar, shuning uchun bemalol bunda bitta yana bitta zal qilib olish mumkin. Chiqsak mana shiftlari baland, oynani yana ham kattartirish mumkin. Ko'proq quyosh nuri kiradi. Mana e'tibor beringlar, bu yog'i yaxshi holatdagi parket pol va bu yoqda birinchi detski. Oynalar juda ham katta ekanda, chunki yili bunaqa eski emas. Detski, mana katta closet, ikkita tomondan oyna. Daraja ketadigan bo'lsak, bu yoqda общий vannamiz, полный remontdan chiqqan, ko'rinib turibdi. Mana kafellardan ham ko'rsa bo'ladi. Bitta oyna qo'yilsa bo'ldi. Qaylar. Zo'r. Demak, bu bitta xona, bitta vanna ko'rdik. Buni detskining razmerini qaranglar. Buni ham holati yaxshi. Eshiklari ham yaxshi, closet. Bu mahalla ham tinch. Faqat shu amerikanslar turadi aslonoy. Mana aylanib yuribdi. Yaxshi mahalla. Maktab reytinglari ham zo'r. Parkinville High School zo'r. 440 ta shunday bo'yda. 440 ta oldida. Bu bo'lsa yana bitta detski, closet bor. Orqadagi uylar bilan Rossiyani yaxshi. Zo'r. Bu master bedroomimizda o'zining vannasi bilan birga, bu master 4-xonamiz. Eng katta xona bo'lyapti bu. Master bedroomda mana bu closet. Bu bo'lsa mana bu kafe qilgan. Katta ochiq dush. Yomon emas, zo'r. Demak, 4 ta xona ko'rdik, 2 ta vanna ko'rdik tepada. Mana bunaqa kengroq, normalniy koridor. Bu yerga bitta qanday ilinsa bo'ladi. Endi basement ko'rib, obzor tugatamiz. Bu alohida uyligi ham zo'r. Bitta minusi mana bu zal bu yerda bitta bo'lib qolganligi, lekin nima deysiz, narxiga yaxshi. 1 milliondan arzon uy. Basementda mana bunaqa endi industrialniy, mana kommersiy gilam qo'yibdi znapoyga. Mana bu yana bitta zal. Mana zal. Kattagina zal. Ko'ryapsizlar? Hopa. Yana bitta zo'r tomoni, basementda o'tirganda ham bitta tualet qo'ygan. Half bathroom tualet, lekin qo'ygan. Zo'r. Bu yerda laundrysi. Laundryga mana bunga svetini yoqsak, nimasi ham bor. Bu yerda suv. Zo'r. Demak, ikkita zal ekan uyimiz aslida. Bu bilan tepadagi zal, garajda ham bitta zalcha qilinsa bo'ladi. Men bu unitni ham yomon ko'rmayapti, yaxshi holatda. Bu
Bu issiq suv beradi uyga. Mana. Bu uyni narxini tushirib olish kerak deb o'ylayman. Akkuratniy toza uy baribir. Biz narxini ozgina tushirish kerak. Bu fikring tag'in ham yaxshi. Kiruvchi eshiklarining holati yaxshi. Har kun mehmon kelmaydi-ku uyga mana. Sunroomni qo'shib olsangiz yana ham katta bo'ladi. Bunaqa derazalab qo'ysa, bu zal bo'lyapti. Oshxona. Bu ham mana dining. Bu ham вообще-то bitta zal. Keyin garaj u yoqda edi, tugatilgan. Bu uy bo'yicha savollar bo'lsa, aloqaga chiqinglar, biz mortgajini ham qilaylik, shu uylarni olib beraylik sizlarga. Ishlarga omad.